Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Freezy yeti va biz bugun Squid Game degan o'yinni o'ynashga harakat qilib ko'ramiz va bunda to'pning olinsa nima bo'lar ekan, shularni ko'rib chiqamiz. Siz videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Qani o'zimsam ketdi. Do'stlar, 24 sekund qolibdi. Xo'p, bu yerda perexod qilib yuboramiz. 3 sekund qoldi do'stlar. 1 sekund ketdik. 16 ta odam bo'lib ketyapmiz. Bu juda ham kam. Menimcha. Lekin normalmi? Bilmadim do'stlar. Ana o'rnimizdan turyapmiz, uyqumizdan. Xarosh ketdik, yuguramiz. Baza yana 20 sekunddan keyin ochilar ekan. Yana bitta chiroyli perexod bo'la qolsin. Xo'p do'stlar, 5 sekund qoldi. 4, 3, 2, 1, 0. Ochil. Birinchi ketyapmiz, suratga tushib olamiz. Tushdik. Bunda yaqin yo'llar bor edi. Ana ketdik. Birinchi bo'lib kirdik do'stlar. Lekin bu yerda eshik ochilishi hali bor. Endi ochildi. Xarosh, birinchi chiqdik. Lekin nima foyda birinchi chiqqandan? Bugun top 1 ni olishga harakat qilamiz. Bilaman, sizni yodingizdan chiqib qolishi mumkin, chunki biz insonmiz va hamma narsa yodimizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun yana bir marta eslatib o'taman, videoga like bosing iltimos. Bu mening kanalimning rivojlanishiga yordam beradi va kanalga obuna bo'lib qo'ying. 84 ta video va 94 ta podpisчик. Bu juda ham kam do'stlar. Shuning uchun meni YouTube'da ko'rishinglar uchun kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Hozir men tovushimni ko'paytirib chiqay. Meni urib yuborishdi. Meni urib yubordi bu. Birinchi o'yin ham o'z yakuniga yetdi do'stlar. Va biz ikkinchi o'yinga qarab ketyapmiz. Stop or count time. To'xtatasizmi yoki davom etasizmi deydi. Biz davom etamiz. Albatta. Hechim kelmayapti. Bir ketdik. Yo'q, yoki ochilmayapti. Xo'p, pullarimiz kam lekin. To'xtamiz. 3-chi bo'lib kirdik. Ikkinchi o'yin qanaqa edi? Men yodimdan chiqdi. Bu o'yin vashsha qiyin, men o'ta olmasligim mumkin. Va do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Hozir bizga nima tushar ekan? Iltimos, 3 burchak, iltimos.
Osonroq. İltimos. Хорош, dumaloq. Хорош do'stlar. Qoldik. O'yinda qolamiz biz. Biz oxirigacha boramiz. Va bu o'yinimiz ham o'z yakuniga yetyapti. 8 sekund qoldi. 2 1 va bu o'yinimiz ham o'z yakuniga yetdi. Keyingi yo'q, videomiz emas. Bu o'yinimiz do'stlar. Bitta odam o'ldi menimcha. Yana bilmadim. Bu endi juda ham qiyin. O'ynaymiz biz. Endi qanaqa o'yin tushyapti? Pullarimiz. Och. Mana shu yerda yashinib turamiz do'stlar. Ular bir-birini o'ldirishadi. Mana bu bilan do'stlashib olamiz. Yirmi saniye qoldi. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Bilmaganligi uchun do'stlashib qo'yamiz. Qani endi bizni pulimiz. Pullarimizni hisoblaymiz do'stlar. Ozgina odam bo'lgan ekan. Keyingi o'yin qanaqa edi? Yodimdan chiqib ketibdi bu o'yinlar. Oo! Tortishma. Yo'q, juda ham qiyin. Ko'klarga kiringlar. Qizillardan bitta. O'yinimiz boshlanyapti. Aniq kimga kim tushar ekan? Ko'ramiz. Bu yerda ikkita kishi. Yo'q. Ular tortib ketishyapti do'stlar. Ular tortib ketishyapti. Ular tortib ketishyapti. Xo'sh, yutdik do'stlar. 3 ta odam qoldi. Yaxshi.
O'zi 3 ta odam. Oynaymiz. Oynaymiz. Qani soqqa. O, yaxshigina pul tushdi. Keyingi o'yin qanaqa edi? Tushib ketdim. Birinchi o'rinni olishimiz kerak do'stlar. Ha, bu o'yin juda ham qiyin. Ikkitamiz qoldikmi? Umumiy hisobda. Yo'q, uchtamiz. Bitta odam shunchaki o'lib ketarganda. O'sha men bo'lmay. Iltimos, o'sha men bo'lmay. Iltimos. Men bitta odam bilan tushgan bo'lgayman. Xo'sh. Qani. Evet. Хорош. Yok. Хорош do'stlar. Yaxshi. Men yutdim umumiy hisobda menimcha. Yana bitta odam bor. Bu shunda o'ynamasdan turib yutdimi? Qanaqasi bu? Qanaqasiga tegdi? Yoki bu donat solganmi? Menimcha shunaqa. Hech kim yutmadi-ku. Shunday o'xshatasizlarmi? Qayerdan keldi bu? Rocket the game. O'yinning oxiri menimcha. Shu oxiri. Eshiklar ochildi va bu menga umuman yoqmaydigan o'yin-ku. Men umuman sakramayman. Sakra. Хорош, yutdik. Men yutdimmi shunda? Hamma o'lib ketdimi? Хорош, men yutdim do'stlar.
Niye bu qanaqasi götürüp? Lekin 2 marta g'irromlik bo'ldi do'stlar. Sezdinglarmi? 2 marta g'irromlik bo'ldi. Biz yana yutamiz. Oxirida nima berishni bilmay yana mana shuni berdi do'stlar. Hozir bitta perexod bo'ladi. 3 odam qoldi. 3 sekund qoldi. Ketdik. Hop. Tushunami? Yo'q, bu boshqacha-ku. Oyundan çıkarıp yuvası gerek. Ne diyorum? Neyse. Vur. Yok. Yok. Görüyor musun? Şunlar. Canımız yok değil mi? Öldürebilirim. Çıkarabiliyor muyum? Hoş. Ben de yuttum. Endi bitgandirman. Do'stlar, videomizni shu joyda o'z yakuniga yetkazamiz. Videoga like bosganlarga rahmat. Hammaga